A plus B mahsulot C plus D bo'lgan qaytar jarayon uchun hamma moddalar e'tibor beringlar, hamma moddalardan 2 mol miqdorda aralashadi. Hamma moddadan degan. Reagentlardan deyilganmi? Yo'q. Sistemada deyilgan. A plus B mahsulot C plus D degan sistema bor. Diqqat qilamiz. Reagentlardan 2 moldan alındı deyilmedi. Hamma moddalardan 2 moldan alındı. Demek bundan 2 mol, bundan 2 mol, bundan 2, bundan 2 moldan alındı. Hop. Davamını göremiz. Sistemada muvazanat karar topgandan keyin C modda konsentratsiyasi 3 molga teng bo'lgan. Muvozanat konstantasini hisoblaymiz. Demak, muvozanat qaror topgandan keyin C 3 bo'lgan. Ya'ni mana buni dastlabki deymiz, ha? Mana buni tenglama deymiz. 1 tenglamani nerdan oldik? Adina koeffitsient. Xo'p, reaksiya va mana bu muvozanat yoki qolgan deymiz, ha? Demak, muvozanat qaror topgandan keyin mana bu 3 bo'lgan. 3 qanday hosil qilindi? Dastlab necha edi? Dastlab 2 edi. Reaksiyadan necha mol hosil bo'libdi shunda? 1 mol hosil bo'libdi. Xo'p, reaksiyada 1 mol. Hozir случайный tenglamadagi bilan mos kelib qoldi, teng bo'lib qoldi. Hamma ham bunday bo'lmaydi. Demak, 1 bo'lsa, demak biz davom etamiz 1 dan. To'g'rimi? Bu holda necha bo'ladi? Bilamiz. Mahsulot qo'shiladi, reagent nima qilamiz? Ayiramiz. Chunki u sarflanib turibdi jarayon davomida 1. Endi qaranglar, bular mol bular. Bizda hajm berdimi? Idishning hajmini berdimi? 1 litr yoki yarım litr deb berdimi? Km so'rab turibdi. U holda konsentratsiyaga o'tib o'tiramiz. Km ni topish uchun C bilan D ni konsentratsiyalari ko'paytmasini A bilan B bo'lamiz. Daraja bormi? Nima uchun yo'q? Chunki koeffitsient yo'q chunki. 3 ko'paytirilgan 3 ni bo'lamiz, 1 ko'paytirilgan 1 ga teng bo'ladi 9. Dimi? Xo'p. 13 ni ko'ramizmi? On uchinchi masala. Demak, asetilini yoqish tenglamas ekan, karbonat angidrid plus suv hosil bo'ladi. Plus suv. Muvozanatni 10 ga siljitish uchun qaysi omillardan foydalanamiz? Birinchi navbatda tenglab olamiz. Tenglash nima uchun kerak? Bosim ta'sirini tenglamayincha biz bilmaymiz. Xo'p. Buni oldiga 2 qo'yamiz. Shunda buni oldiga 2 qo'yamiz. 4 qo'yamiz. Xo'p. U holda 5 bo'ladi mana bu kislorodni oldinda. Iloji boricha kimyoviy reaksiya tezligida va muvozanatda yarim qo'yib denglamaslik kerak. Odatda men yarim qo'yib denglab ketaman, lekin muvozanat bilan tezlikda iloji boricha yarim qo'yib denglanamiz. Xo'p, endi nima qilamiz? Bosimni oshirish dedi. Bosimni oshirish. Talab qanday? 10 ga siljit deb talab qo'ydi. 10 ga degan plus Q tarafi, to'g'rimi? 10 ga siljitishga deb talab qo'yildi. Xo'p, bosimni orttirish qaysi tarafga siljitadi? Ko'ramiz. Demak, bosimni oshirganda molekulaning soni kam tarafga qarab siljidi, to'g'rimi? Demak, 2 plus 5 bu tarafda 7, bu tarafda 6. Demak, bosimni oshirish shu tarafga siljitadigan to'g'ri keladi. Bosimni kamaytirish endi to'g'ri kelmaydi. Demak, bizda birinchi holat to'g'ri ekan. Xo'p, ikkinchi holat noto'g'ri. Asetilin konsentratsiyasini oshirish. Uchinchi holat ha bu. Oshirsak albatta shu tarafga siljidi, to'g'ri keladi. Xo'p, temperaturani pasaytirish. Nechanchi holat bu? 4-holat. Temperaturani pasaytirsak, albatta temperatura baland tarafga siljidi. Tushundikmi? Ha? Temperaturani pasaytirsak, plus Q tomoniga siljidi. Aksincha, temperaturani oshirish esa plus Q tarafdan boshqa tarafga siljidi. Katalizator kiritish muvozanatni siljitadimi? Katalizatorni qanday ta'sir ko'rsatadi? Tezroq muvozanat qaror topishini ta'minlaydi. Tezroq 10 minutda muvozanat qaror topish kerak bo'lsa, demak katalizator qo'shsang 1 minutda muvozanat qaror topadi. Tushundikmi? Lekin muvozanatni yo o'ng yo chap tarafga siljitmaydi. Demak, ta'sir qilmaydi. Ingibitor kiritish. Ingibitor ham katalizatorni manfiy katalizator hisoblanadi. Demak, uni ham hisoblamaymiz. Temperaturani oshirish noto'g'ri. Karbonat angidrid konsentratsiyasini kamaytirish. Mahsulotni sistemadan olsak, o'rnini to'ldirishga harakat qiladimi? U holda 8-chi ham to'g'ri. Demak, 1, 3, 4, 8. Tushundikmi?
Əmi. Savollarınız bo'lsa beringlar. Tushunmagan joyingiz savollarınız bo'lsa beringlar. Karbonat angidridmi? Demak, karbonat angidridni kamaytirishda sistemadan karbonat angidridni olib tashlasak, Le Chatelier prinsipiga muvofiq bizlar bajargan amallar teskari amal bajaradi. Ya'ni, bizlar konsentratsiyani kamaytirib turibmiz, muvozanat uni oshirishga harakat qiladi. Ya'ni oshirish uchun o'ng tarafga siljishi kerak reaksiya. Bizlar sistemadan uni chiqarib olsak, demak, uni o'rnini to'ldirishga harakat qiladi. Tushundikmi? Shuning uchun ham o'rnini to'ldirish uchun ham asetilin yonishda davom etadi yana. Tushundikmi? Agar karbonat angidrid miqdorini ko'paytirsak, u holda aksincha reaksiyani chapga siljitib qo'yamiz. Demak, muvozanatdagi sistemani yozamiz. Temir qattiq holatda bilamiz, temir qattiq holatda bo'ladi. Nima qo'shamiz ekan unga? Suv qo'shamiz ekan. Suv suyuq holatdami, gaz holatdami? Gaz holatda bo'lsa, xo'p, davom ettiramiz. Demak, bu qattiq vodorodimiz gaz bo'ladi. Reaksiya tengmi? Reaksiya teng ekan. Xo'p, mana bu qaytar jarayon. Qaytar jarayonda deydi. Muvozanat holatida moddalarning konsentratsiyalari suvniki 0,24, vodorodniki 0,12. Shunchaki mana bunday qilib yozib qo'yaveramiz. M deb bo'ladimi? Suvnikini ekan 0,24, vodorodniki 0,12. Qayimni so'rab turibdimi? Mana bu qattiq moddalar ishlatilgan, ishtirok qilgan reaksiya uchun Kmni qiymati qanday hisoblanadi desa, faqat gaz moddalarni qatnashtiramiz. Vodorodnikini bo'lamiz suvnikini. Bu holda 0,12 ni 0,24 ga bo'lamiz 0,5 chiqadi. Tushundikmi? Kim tushunmadi? Tushunmaganingiz bormi? 18 mi? 18 ni ko'ramiz esa. A plus B mahsulot AB reaksiya ekan. Xo'p. Yozib davom ettiramiz. Xo'p. A ni dastlabki konsentratsiyasi 0,9. Dastlabkisi demak 0,9. A'dan 0,3 mol taqsim litr hosil bo'lganda muvozanat qaror topdi. Demak, 1,2 bo'lib turibdi va mana bu holatda mana bu 0,9 bo'lgan vaqtda muvozanat qaror topdi. Mana muvozanat. Savol. Buning 0,3 da 0,3 mol taqsim litr. Km teng 1. Buning boshlang'ich konsentratsiyasi qanday? Buning konsentratsiyasi bizga noma'lum. Demak, qaraymiz. Bu 0,3 bo'lsa, demak, mana shu muvozanat konsentratsiyasi mana bu joyga ko'chiramiz. Chunki bundan dastlab bo'lmagan. Va mana bu 0,3 hosil bo'lgan holatda mana shu muvozanat konsentratsiya hisoblanadi. Xo'p, bu 0,3 bo'lsa, mana buncha bo'ladi. 0,15 proporsiya orqali yechib oldik. Bu 0,15 qoldi, buni olib tashlasak 0,75. Buni bilmaymiz x minus 0,15. Xo'p, Km teng necha? 1. Kmni hisoblash uchun nima qilamiz? A buni kvadratini. Nima uchun kvadrat? Aldindagi mana bu koeffitsient, mana kvadrat ko'rinishini o'tadi. A ni qancha darajasi? Buni xo'p, AB 0,3 ni kvadrati. 0,3 ko'paytirilgan 0,3 deymiz. Bo'lamiz 0,75 ko'paytiruv x minus 0,15 teng 1 bo'lishi kerak. To'g'rimi? Xo'p, shu hisoblaymiz endi. Mana shuni matematikasini yechamiz. Tushundikmi? Pastdan necha qoladi? 2,5 mi? Shuni desak bo'ladimi? Yo'q, mana bunimi? Umuman haqqimiz yo'q qisqartirishga. Umuman haqqimiz yo'q. Demak, endi nima qilamiz? Mana buni oddiy matematika 1 taqsim 1 deb yozamiz. Bo'ladimi? 1 bo'lingan 1 deb. Demak, mana bu x minus 0,15 ni topish uchun nima qilamiz? 0,3 ni 1 ga ko'paytirib bo'lamiz 2,5. 0,12 chiqadi. To'g'rimi, xatami? To'g'ri.
Hop, x topish uchun minus 0,15 plus o'tadimi? 0,27. X 0,27 chiqdi. 18-de. Lekin qanday? Plus D reaksiya hajmi 10 litr bo'lgan idishda olib borildi. A plus B mahsulot C plus D. Reaksiyon idishning hajmi 10 litr. Reaksiya uchun olingan A va B mos ravishda 8 va 12 moldan. Sразу konsentratsiya o'tib bilamizmi? Halima qanday o'tamiz? 8 molni konsentratsiyasi necha bo'ladi? Shu masalada. Mana necha bo'ladi? 8. Ha? Qanday hisobladik? 8 10 bo'lib. Tushundikmi? 8 10 bo'lsak 0,8 bo'ladi. Xo'p. U holda buniki necha bo'ladi? Doğrudan 0,8 bilan 1,2 ni qo'yamiz. Chunki bizda muvozanat ishlaganimizda iloji boricha konsentratsiyada ishlaganimiz yaxshi. Ularning muvozanat holatdagi konsentratsiyalarini hisoblang. Km teng 1. Qancha sarf bo'lganini biz bilmaymiz. Dastlabki bu tenglamada reaksiyada mana bu R degan joyimiz. Xo'p, mana bu muvozanat. 1 koeffitsiyentida yanglishmadimmi? Xo'p, qancha sarflanganini bilamizmi? X dan sarf bo'ladi. X. Xo'p, mana 0,8 minus X, 1,2 minus X, mana bu qo'shiladi, ha? X. Qayim hisoblashni nima qilamiz? Sinidiga ko'paytirib, A-ga bo'lamiz. Xo'p, X ko'paytiring X 0,8 minus X ko'paytiruv 1,2 minus X teng 1 bo'lishi kerak. Mana bu 1 ni men nerdan oldim? Qayimning qiymati. Chunki qayimning qiymatidan foydalandik. Shunchaki tenglamani yechamiz. X ning kvadrati teng bo'ladi 0,8 ni 1,2 ga ko'paytiramiz. 0,96. 0,96. Keyin x ni qo'shamiz. 1,2 bo'ladi. Qo'shsak, shunda minus 2x bo'ladi ekan. Qalasangizlar, mana bunday qo'shinglar. Mana ishoralar bir xil bo'lsa, mana x ishorasi bir xil bo'lsa, x ni qo'shib ko'paytirsak ham bo'ladi. Bo'lmasa alohida ko'paytiramiz. 0,8 ni x ga ko'paytiraman, minus 0,8x. Minus x ni 1,2 ga ko'paytiraman, minus 1,2x. Tushundikmi? Agar mana bu ishoralar bir xil bo'lsa, lutf x ni qo'shib bir atrof ko'paytirib qo'yaversangizlar bo'ladi. Minus x va minus x ni ko'paytirsak, x ni kvadrati bo'ladi. Ikki tarafda ham bor bo'lgani uchun bu narsa, ya'ni buni bir ko'paytirsam, meni o'zi chiqadi. To'g'rimi? Shuning uchun buni o'chiraman ikki tarafda. 0,96 bo'lishi kerak. Xo'p. Endi nima bo'ldi? Bu tarafda 0 mi? Minus 2x shu tarafga o'tadi. Plus 2x bo'ldi. 2x teng 0,96. X teng 0,48. Bizda barcha moddaning muvozanat konsentratsiyasi so'raldimi? Ularning degan A bilan buni so'rabdi faqat. Tushundikmi? A bilan buni so'ragan bo'lsa, davay hisoblaymiz. A niki 0,8 minus 0,48 0,32. Bunikini so'rab turibdi. 1,2 minus 0,48 0,72. Bu javob, ha? Tushunarlimi? 21 kengisi. Mahsulot C plus D. B moddadan 1,2 mol alındı. V teng necha litr? 0,1004 metr kub. 1 metr kub necha litr? 1000 litr. Sen telefonu chatib turibdi. 4 litr. Xo'p, u holda B moddadan 1,2 mol alındı. B moddani C1B 1,2 molni 4'e bölemiz litre 0,3 mol taksim litr. Tushundikmi?
Muvozanat qaror topganda D moddadan, demek D'ni muvozanat konsentratsiyasi 0,8 mol bo'ldi. 0,8 molni bo'lamiz 4 litr. Yani reaksiyadan oldin idishning hajmi 4 litr, reaksiyadan keyin idishning hajmi 6 litr bo'ladimi? Idishning hajmi o'zgarmaydi. U holda 0,2 mol taqsim litr bo'ladi. Bizda yana qanday ma'lumot bor? Km teng 1, A ning boshlang'ich konsentratsiyasi. Ve Km teng 1. Xo'p. Endi qaranglar, nima qilamiz? Budan dastlab 0,3 bo'lgan. A da noma'lum, shuni toptab turibdi. S bilan D 0 bo'lgan. Tushundikmi? Xo'p. Tenglamaga muvofiq 1 1 1 1. Xo'p. Reaksiyada hozircha bilmaymiz, lekin bizga nima ma'lum? Muvozanat ma'lum. D dan 0,2 mol bo'lgan. Xo'p. D dan 0,2 mol bo'lgan bo'lsa, u qayerdan paydo bo'ldi? Mana bu joyda reaksiyada nima qilgan u? Hosil bo'lgan. Xo'p, 0,2. Xohlasak mana buni x qo'yib chiqamiz, bilmaymiz-ku. Proporsiyani yechganimizda bular ham 0,2 bo'ladi. 0,2 0,2. Tushundikmi? Qoldi. Nima qilamiz? 0 dan 0,2 ni ayıramizmi yo qo'shamizmi? Qo'shamiz. Xo'p, mana 0,2. Mana bu 0,1. Xo'p. Mana buni bilmaymiz. X minus 0,2. Xo'p. Km qiymatini hisoblash uchun hisob-kitob etamiz. Mahsulotlarni ko'paytmasini, reagentlarni ko'paytmasini bo'lamiz. Daraja bormi? Nima uchun daraja yo'q? Chunki koeffitsient ham 1 dan farq qilmaydi. 1 koeffitsient. 0,2 ko'paytirgan 0,2, x minus 0,2 ko'paytiruv 0,1 teng 1. Mana buni keyin qisqartiraman, mana bu joyda 2 qoladi. Yuqorida nima qoldi? 0,4 qoldi. Qiymat 1 bo'lsa, demak surat bilan mahraj o'zaro teng degani. Tushundikmi? 0,4 teng x minus 0,2. X teng mana bu 0,2 nima qiladi? Bu tarafa plyusga o'tadi. Demak 0,6. Bizda nima so'ralgan? A ni konsentratsiyasi so'raldimi yoki moli so'raldimi? Diqqat qilamiz. U holda 0,6 mol taqsim litr. Agar mabodo molni so'raganda biz mana bu 4 obratni ko'paytirib qo'yar edik. 4 ga ko'paytirib 2,4 mol degan bo'lar edik. Tushundikmi? Demak metanni suv bilan konversiyasi ekan. Metan plus suv. Is gazi plus vodorod. Demak reaksiyani birinchi navbatda tenglashimiz kerak bo'ladi. Mana bu joyga 3 qo'ysak, reaksiya teng bo'ladi. Idish hajmi necha litr? Doğrudan doğru litr o'tib bilamizmi hammamiz? 1000dan 5 metr kub bo'lsa, 5 litr bo'ladi. 5 litr. Xo'p, muvozanat qaror topganda modda konsentratsiyasi metanniki 0,5, suvniki 0,3, vodorodniki 0,6. Şuraya yazışım gerekmedi şunu. Yok. Nereye yazış gerekedi? Demek bizden başlangıç moddalarının miqdorini so'raldi. Demek muvozanat berilgan holatda men buni bu joyga yozishim mumkin emas. Chunki bu nimani joyi bu? Dastlabki joy mana, tenglamani joyi mana, reaksiyani joyi mana, mana muvozanatning joyi. Endi boshqatdan aytasizlar. Kimni konsentratsiyasi berildi? Metanda 0,5, xo'p, yana? Xo'p, yana? Xo'p, mana 0,6. Bizdan dastlabki konsentratsiyalar so'raldi, to'g'rimi? Kimniki so'raldi? Boshlang'ich moddalar miqdori so'raldi. Mol so'raldi turibdi. Km berildimi? Yo'qmi? Xo'p, yaxshi. Km bermasa ham topsak bo'ladi. Endi qaranglar. Reagent odatda 0, mahsulot 0 bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu nedan paydo bo'ldi? Reaksiyada hosil bo'ldi. Xo'p, mana bu joyda. Xo'p. Tenglamalarni yozib chiqamiz. To'g'rimi? 1 1 3. X qo'ymay ham ishlab bilamizmi? Bu necha bo'ladi? 0,2. Xo'p. Xo'p, u holda dastlab metan necha mol bo'lgan? Hammamiz bilamizmi? Molmi yoki mol taqsim litrmi? Molmi, mol taqsim litrmi? 22 da. Mol taqsim litrda chiqadi. Chunki metan 0,5, 0,3, 0,6 bular hammasi mol taqsim litrda turibdi. Diqqat qilinglar shu yerga. Bular mol taqsim litr edi. Konsentratsiya-ku bular. U holda mana bu 0,7 mol taqsim litr. 0,7 ni o'zi emas. Mol emas. Mana bu
0,5 mol. Lekin bizden mol so'rab turibdi, mol taksimidan so'rab turibdi. O holda N1 metan so'rab turibdi. Hop, o'tib olamiz. Ko'pingiz nima qilasizlar? 0,7 bilan 0,5 ni belgilab o'tib ketaverasizlar. Men tesim to'g'ri, nechun xato bo'ldi deb keldi deb hayron bo'lasizlar. Nima qilish kerak? 0,7 ni ana 5 litrga ko'paytiramiz. 3,5 mol. Mana bu N1 suvni topish uchun esa 0,5 ni ko'paytiramiz. Ya'ni mol taqsim litrni mana 5 litrga ko'paytirsak, litr bilan litr qisqarib, mana 2,5 mol chiqadi. Qaysi joqda turibdi? Yig'inda so'rab turibdimi? O holda mana ikkisini qo'shamiz. 6 mol. Bo'lmi? 23. Bilan konversiyasi ekan yana is gazi bilan vodorod chiqadi. Metan plus suv is gazi bilan vodorod. Mana. Endi nima qilamiz? 20 litr bo'lgan idishni olib boramiz. Idishning hajmi 20 litr ekan. Xo'p. Metanning 50% sarflanganda muvozanat ko'rsatadi. Metanning 50% sarflandi. Reaksiya uchun metan va suvdan mos ravishda 5 mol va 8 mol olindi. 5 mol 5 ni 20 ga bo'lamizmi shunda? 0,25 bo'ladi, to'g'rimi? Shunda o'tib ketaversam bo'ladimi? 0,25 mol taqsim etib. Qanday hisobladik buni? 5 bo'lingan 20. Yozib qo'yaylik. Uya borgandan keyin yozishdan chiqib ketsangiz. 5 molni bo'lamiz 20 ga litre. O holda 0,25 mol taqsim litr bo'lgan. Sibirni suvni topish uchun necha mol? 8 molmi? 8 molni bo'lamiz 20 litre. 0,04 mi? Yo'q, 0,4 ni o'zi. Xo'p, mana ko'chirdik 0,4 ni. Xo'p. Savol. 50% metanni 50% sarflanganda muvozanat qaror topdi. Keyin barcha moddalarning muvozanat konsentratsiyada yig'indisini toping degan. Xo'p, tenglamaga muvofiq 1,1,1,3. Reaksiyada mana buni 50% sarflansa 0,125 bo'ladimi? 0,125, 0,125. Bu ham 0,125 mi? Ha, 0,375 qoldi. 0,125 0,300 200 ha. Mahsulotni o'zini yozib qo'yamiz. Bilamiz axir, chunki mana bular 0 dan buni qo'shamiz, o'zi chiqadi, buni ham qo'shamiz, o'zi chiqadi. Mahsulotlarni qo'shamiz. Bu 0,4 bo'ladimi? 0,5 0,9. Bormi javob?